Күнді бір капам психика өгінәлі сайыпсының еңі саныны көңіл арамыңлағы сұнмақчымен. Бүгін достар білән арзуны кечіктірішке мөнәсәбәтлік болған бір қысым психологиялық білімләрні достар білән ортақлашып өтәйлі. Әсліде әр айда азырақтан пұл йығып, жыл ақырды мәбләғке ішләтмәкчі болдыңыз. Бірақ нәтижеде бұл айда ешінған пұлыңызға бір құр даңлық маркалық киім сетіп алдыңыз. Кейінгі айда ашқан пұлыңызға бір жүп итібар бағылық аяқ сетіп алдыңыз. Кейінгі айда электронлық мәсулатларны алайды сетіш пағалеті өткізілді. Шуның олан өзіңізге керектік болған фото аппаратны сетіп алдыңыз. Арзуыңыз бәк көп. Жыл ақырда аманат картыңызға қарсыңыз ешқанша пұл ашмаған. Шуның олан мәбләғ йығыш арзуыңыз келер елігі қалды. Ama келер елі yana қандақ арзула реаллыққа айландырышыңызды сақлап тұрды. Тұрмышта нұрғын достарымыз мана мұшындақ әхвалға ұшырған болушы мүмкін. Тұрмышта həmmimizninki bir arzusu бар. Bazı arzularni biz moddiy buyumlarni setib olish orqali qanoatga ega qilamiz. Masalan, turmushda zarur keraklik bo'lgan bir qism moddiy buyumlar, uy saymallari, anandan keyin turmushda cho'qim bizga har vaqt lozim bo'ladigan ba'zi asboblar. Bularni setib olgan vaqtimizda biz hamda ma'lum xil baxt tuyg'usini his qila olishimiz mumkin. Lekin shu narsamiz bo'lmagan vaqtda biz boshqalar bilan o'zimizni selishtirib, boshqalarga qaraganda o'zimizni baxtsizdek, hech narsamiz yo'qdek his qilib qolamiz. Hamda nurg'un do'stlar o'ylaydi, xizmat qilgandan keyin har oyda ma'lum miqdorda pul yig'ib mansa, vaqtning o'tishigach bu pullar yig'ilib, ma'lum chakiyotganda bir mashina yoki bo'lmasa yangiroq bir uy setib olish degandek mana shunday planlarni kallasida so'qib qo'ygan bo'ladi. Lekin bizningki shu nafsimiz, ya'ni ba'zi ehtiyojlarimiz kunsiri eshib berayotganligi sababli biz turmushda o'zimizga kerakli bo'lgan ba'zi moddiy buyumlarni elishni qo'g'lishimiz. Bozorga chiqqan vaqtda ma'lum narsalarni tutib boqqimiz keladi, buni tutgandan keyin og'imiz keladi. Hamda ayollarda bu xil ahvol ko'proq ko'rilishi mumkin, ha? Demak, hamda ba'zi arzu ehtiyojlarimizni kechiktirsak, bak zarur bo'lmagan arzu ehtiyojlarimizni kechiktirsak, menimcha bizningki keyingi qaytimliq cho'ng bir arzuyimizni qanoatga ega qilishimiz ancha tasga to'xtab ketmaydi. Yuqorida bir hikoya bor, mush hikoya haqida do'stlar bilan o'rtoqlashib o'taylik. Paxtiqandning hikoyasi deydi. Yaslida o'qituvchi bolalarningki har biriga bir taldan paxtiqand berdi. O'qituvchi azar har biringlarningki bir taldan paxtiqandinglar bor bo'ldi. Agar sizlar uni biraqli yevassanglar, u tugab ketadi. Agar sizlar 20 minut chidab uni yemsanglar, 20 minutdan keyin sizlar yana bir tal paxtiqandga erisha olasizlar, debdi. O'qituvchining so'zi oyoqlashmasdilar, bir qancha bola qo'lidagi paxtiqandni og'ziga sep bo'lishga edi. Ular bak kichik, paxtiqandga nayt amroq, chidab yemay tura olishi naytimi tas. Yana bir qancha bola qat'iylik bilan chidab o'ltirdi. Ammo ko'rib olishga bo'ladiki, ularning bardoshlik bamiga intayin japaliq. Zehnini boshqa yoqqa burashni ko'p o'ylagan bo'lsa-mu, ammo ularningki ko'zi yanala qo'lidagi paxtiqand edi. Vaqri ba'zilari chidayolmadi. 20 minut vaqt to'shayla deganda yana bir bola paxtiqandni og'ziga soldi. Uning bu qilmishi chidab turgan nurg'un bolalarga ta'sir qildi. Ular oxiri paxtiqandga chidab turolmay yevatdi. Albatta, yangi paxtiqandga erishamadi. Asandagi bolalar yanala chidab turadi. Ular paxtiqandni bir yerga qo'yib boshqa ishlarni qilishga boshladi. 20 minut o'tib ketgandan keyin o'qituvchi oxirgi chidigan bir necha o'quvchiga yana bir taldan paxtiqand berdi. Bu vaqtda paxtiqandni boshda yeb bo'lgan bolalar havas bilan ularningki birli vaqtda ikki paxtiqand yeyishiga qarab o'ltirdi. Ko'p yillardan keyin kishilar paxtiqandningki eziq turishiga chidab o'ltirgan eliqi bir necha bolaninki ishlarining naiti utuqliq bo'lganligini, o'zining shirkatini qurib, odatdagi odamlardan oshirib muvaffaqiyat qozonganligini bayqagan. Chunki ular boshqalarga qaraganda jafoga bakrak chidaydi. Qiyinchilik yo'liqqanda bardoshlik bera oladi. O'zining nafsini damallikqa besib tura oladi. Ya'ni o'zini o'zi ilhomlantira oladi. Ammo eziq turishga chidab turolmay paxtiqandni baldir yavagan bolalar naiti o'ngsizlikda o'tgan. Chunki ular hamisha ishkilinib bir qarorga kelinmaydi. Ko'p ishkilindi ham o'ziga ishonmaydi. Ular amalga oshmagan arzusini qabul qila olmaydi. Shunga asalla o'zining aslidagi nishonni tashlab qisqa muddatlik arzusini qandirish uchun izdindi. Selish tutsak, ularningki to'y, xizmat va salomatlik ahvolining hammasi odamni ancha rozi qila olmaydi.
Demak, mana shundoq ba'zi bir turmushdagi eziqtirishlarga, qaymoqtirishlarga taqat qilolmagan kishilarningki turmushi ancha bir ko'ngillik o'tmaydi ekan. Ya'ni sabr taqati yo'q. Eziqtirishga bardosh qilib bermaydigan baxil kishilarningki turmushi baxtli bo'la olmaydi ekan. O'ngsizliklar ko'p bo'ladi ekan hayotida. Bunday kishilarningki mayli qaror chiqarishda bo'lsin, masalaga yo'liqqanda uni bartaraf qilishda bo'lsin, loyiqida shu ishni yarashtirib bartaraf qilishi tasga to'xtaydi ekan. Mag'lubiyatga ko'p yo'liqdi ekan degan gap. Agarda shu arzuni reallikqa aylantirishga sabr qilsak, sabr taqatli bo'lsak, psixologiyada kechikib qanoat qilish deydigan bir so'z bor. Amaliyotda bu biz doim deydigan sabrchanlikdir. Texmi cho'ng nishonga yetish, texmi ko'proq bahramon bo'lish uchun o'zining arzusini vaqtli yengib, erishmak oson bo'lgan narsalarning eziqtirishidan voz kechish lozim. U bir xil oldidagi qiyinchilikni yengib, yiroqdagi arzuga erishish uchun kurash qiladigan iqtidordan iborat. Yana abaytin bir ta'kidlab o'tdik. Ko'z oldimizdagi kichikina bir arzudan, kichikina bir ehtiyojdan voz kechib tursak, azroq sabr taqat qilsak, biz keyingi qadamda erishmoqchi bo'lgan cho'ng arzularimizga, cho'ng ehtiyojlarimizga asariq erisha oladi ekanmiz. Tadqiqotlarga qaragan vaqtda tadqiqotlarda isbotlanishicha, darhol qanoat tepish bizningki kayfiyatimiz bilan zich munosabatli. Ammo kechikib qanoat tepish abstrakt yakun chiqarish iqtidori tarafidan kontrol qilindi. Ya'ni dal vaqtida qanoat tepish amaliy xo'shallik olib keladi. Ammo kechikib qanoat qilish yetarli iroda va o'zini kontrol qilish iqtidoriga ehtiyojli. Buningdan qaraganda kechikib qanoat qilishmi psixikada pishib yetilganlikning ifodasi. Turmushda ba'zi odamlar o'zi yaxshi ko'radigan ishlarni oldiga qo'yib olib qiladi. Biroq o'zi yaxshi ko'radigan ishlar bilan zehni isrof bo'layotganda, aslidagi u yaxshi ko'rmaydigan ishlarning do'linib qolganligini his qilishadi. Agar siz paxta-qandni tez yeb oladigan tipdagi odam bo'lsangiz, ansirmang. Kechikib qanoat qilishni yetildirgili bo'ladi. Masalan, ish qilganda amal bor, o'zi yaxshi ko'radigan ishlarni oldida qilishdan saqlanish lozim. Qilishni xohlamaydigan ishlarni oldida qilib, qilishni xohlaydigan ishlarni bir yonga ep qo'yish, o'zi qilishni xohlamaydigan ishlarni bir taraf qilganda o'ziga umidvorlik bilan aktiv bishorat berish. Yana o'zining zerikish kayfiyatini chechib, bir istakan qahva yoki azroq muzika anglash orqali kayfiyatni tangshash lozim. Bu usulni nayti ko'p taraflardan qo'llanishga bo'ladi. Masalan, pul yig'ib cho'ngroq narsa setib olishni plan qilgan bo'lsak, odatda sirtqa chiqqanda imkon bor, omonat kartasini ilib olmay, azroqli parcha pul ilib olish lozim. Maash taqtilgandan keyin bir qismini qarorlik omonat qo'yib etib, o'ziga xajlash fursati bermaslik lozim. Kechikib qanoat qilishni go'zal kishilik odat yoki emas demaymiz. Faqat bizningki bir xil qisqa muddatlik orzularimiz bilan uzoq mazgillik unumga erishish o'tirisidagi tangponglikni saqlashimizga yordam beradi. Turmushimizni qalaymiqan qilib etmay, o'zimizning kontrol qila oladiganligimizni bildirdi xolos. Xo'sh do'stlar, bugungi ovozli sunum salonimizdan kunda bir kapan psixik o'rganishlar sayipsiga o'rlashtirilgan mazmunlardan balkim do'stlarimiz uzundan buyon gangrab kelayotgan, hal qilinmayotgan ba'zi qiyin savollarga yaxshi bir javob topgan bo'lishi mumkin. Biz nurg'un ishlarga oldiraymiz, sabr taqat qilolmaymiz. Oldimizga kichkina manfaatni deb keyingi qaytimga erishmoqchi bo'lgan cho'ng manfaatlarimizni qurbon qilib etamiz. Darhol damalliqqa qalbimizning qanoat tepishni istaymiz. Lekin bu endi bizningki keyingi kelgusimizda nayti passiv bo'lgan nachar ta'sirlarni ko'z tutishi mumkin. Mayli bizning turmushimizda, to'y ishlarimizda, kichik taraqqiyotimizda, farzand tarbiyalash, jamiyatdagi kishilik aloqa qatorliq nurg'un taraflarga yomon ta'sirlarni ko'rsatadi. Shuning uchun biz qanoat qilishni o'rgansak, ko'z oldimizdagi ba'zi kichik manfaatlarni deb keyingi qaytimda erishmoqchi bo'lgan cho'ng manfaatlarni qurbon qilib o'tmasak, menimcha biz xushal-xuram, azod yashay olamiz, turmushimiz baxtli o'tadi deb o'ylayman. Bo'ldi do'stlar, undaq bo'lsa bugungi mazmunlarimiz mushunchalik bo'lsin. Agar yoqtirgan bo'lsanglar, inkos rayonida sizlarni o'zinglarning ko'z qarashini o'rtoqlashqaysizlar.